Ba'zi odamlar uchun pul topish hamma narsadan muhimroq bo'lishi mumkin. Pul uchun nima qola olishida chegara bilmaydigan bu odamlardan tashqari, siz ilgari hech qachon eshitmagan, turli xil ishlarda pul ishlab topadigan odamlar ham bor. Ushbu videoda biz pul ishlash uchun g'alati narsalarga qo'l urgan odamlarni jamladik. Videoni boshlashdan oldin, shunday videolarni ko'rishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Oltin qidiruvchilar deb nomlangan bu ayollar faqat boy bo'lgani uchun yoshi kattaroq erkaklarga tegishadi. Bir muddat turmush qurganidan so'ng keksa erlarning vafoti yoki ajralish bilan yakunlangan munosabatlar ayolni boy qilish bilan birga yana boshqasini tuzoqqa tushirishiga sabab bo'ladi. Men afsuski, boy er ovchilari soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Bularning qatorida yosh qizlar ham bor. Ayollarning uzun sochlarga bo'lgan qiziqishi ba'zi odamlar uchun daromad manbaiga aylanishi mumkin. 30-40 sm va uzunroq sochli ayollar ularni bir butun qilib kesib sotadilar. Ayniqsa Hindistonda juda mashhur bozor bor. U yerda 45 sm uzunlikdagi sochlar uchun $300 ga xaridorlarni topish mumkin. $35 yoshli amerikalik tadbirkor Mike Merrill o'z hayotini 100 mingta aksiyaga sotdi. Birinchi navbatda $1 ga sotilgan aksiyalar egalari Michaelning hayotini shakllantirishga kirishdilar. Mike hozirda aksiyadorlar qaysi partiyaga ovoz berish, nima kiyish, qaysi mashinani sotib olish, uning sevgilisi bilan munosabatlarigacha hamma narsalarga aralashmoqdalar. Katta shaharlarda jamoat transportlaridan foydalanish ba'zi soatlarda juda qiyin bo'lishi mumkin. Biroq Yaponiyada Tokio metrosidan foydalanadigan, to'g'rirog'i, undan foydalanishga urinayotganlar uchun vaziyatni tasvirlash qiyin. Odamlarni metroga sig'dirish Oshiya degan maxsus ishchilarning ishi. Kun bo'yi bekatdagi odamlarni metro vagonlariga sig'dirishga urinayotgan bu odamlar kameralarda juda qiziqarli tasvirlarni aks etishiga sabab bo'lmoqda. G'arb mamlakatlarida o'z yaqinlarini yo'qotgan odamlar o'lganlar uchun eng go'zal dafn marosimlarini tayyorlashga alohida harakat qilishadi. Shu nuqtai nazardan bosh marosimlar xavfli professional motamchilar tomonidan o'tkaziladi. Marosimga kelgan professional motamchilar hammadan ko'ra ko'proq yig'laydilar va hammadan ham ko'proq qo'llab-quvvatlaydilar. Odamlar uchun ularning dini yoki etnik o'ziga xosligidan qat'iy nazar jinsiy tarbiya hamma uchun alohida muhimdir. Biroq oxirgi paytlarda uni pulga aylantirishning turli usullarini sinab ko'rganlar bor. Buni eng yorqin misoli 2004-yilda sodir bo'lgan voqeadir. 27 yoshli tibbiyot talabasi Elizabeth Reyn o'zining bokiraligini internetda sotuvga qo'ydi. 7 oy davom etgan kimosh savdosi natijasida yosh qiz bu savdoni $801,000 ga amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Ko'pchilik ishlaydigan odamlar uchun uyqu vaqti kunning eng yaxshi qismlaridan biridir. Kimdir sizga faqat uxlaganingiz uchun pul berishini xohlaysizmi? Professional uyquchilarning bu baxtli ishi matras va yostiq ishlab chiqaruvchilar tomonidan ularning mos kelishi uchun yo'llanadi. Tun davomida tana ritmini kuzatgan uyquchilar uyg'onganlarida to'shak haqidagi fikrlarini aytib, pullarini olishadi. Pul uchun qilinadigan yana bir g'alati narsa quchoqlash. Odamlar tobora yolg'iz bo'lib borayotgan metropoliyalarda jinsiy aloqa qilmasdan quchoqlash uchun kimnidir qidirayotgan odamlar buning uchun pul to'laydilar. Hozirda Amerika, Angliya va Yaponiyada tashkil etilgan agentliklar o'z mijozlariga kuniga o'rtacha $300 ga
pichoqlash uchun kimnidir taqdim etishadi. Semirib ketish bizning davrimizning eng katta muammolaridan biridir. Lekin semirib pul topadiganlar ham bor. 273 kilogramm bilan dunyoning eng semiz ayoli sifatida Guinnessning rekordlar kitobiga kirgan Donna Simpson tug'ilganidan keyin ochgan veb-saytida o'z vazni bilan pul ishlashni boshladi. 450 kilogrammgacha yetishni maqsad qilgan Simpsonning nima yeyotganini ko'rish uchun odamlar oyiga $20 abonent to'lovini to'lashlari kerak. Videoni ham oxiriga keldik. Do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Ushbu dunyoda pul rostdan ham insonni baxtli qiladimi? Shu haqida o'z izohingizni yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.